Dildor opa, makiyajim hech ham o'zimga yoqmayapti. Qancha qimmat kosmetikalar olsam ham, baribir o'zimni ko'nglimdagidek makiyaj qila olmayman. Balki nimadadir xato qilayotgandirman. Xo'p, bugun makiyajingizni razbor qilamiz. Birinchi o'chirda ton noto'g'ri tanlangan. Sizni yuz teringizga surgan tonalkangiz umuman tushmaydi. Ham tonalkalaringiz ozgina yig'ilgan. Tonalkani tagidan baza surasizmi yo'qmi? Oddiy toza yuzga tonalka surasiz. Bu eng katta xato makiyajda. Ham poralaringizni kengayishiga sabab bo'ladi, ham yuzingizda tonalka silliq yotmaydi. Undan keyin labingizni ham, konturi ham, rangi ham уже bo'rttirilgan juda ham. Qoshingizni ham menimcha qalamda bo'yagansiz. Qoshni qalamda bo'yasa to'kadi, to'kishga olib keladi. Shuning uchun gelda yoki tenda bo'yash kerak. Xo'p, teningizni rangi ham xato, rastushofka qilinmagan tenlaringiz ko'zingizni yuming. Mana ikki xil, ham rastushofka qilinmagan, shuning uchun noto'g'ri ko'rinadi. Highlighterni ham burningizdan tepasidan uchigacha qilgansiz, burningiz uzuncha ko'rinib qolgan. Yuz kontur qilinmagan, shuning uchun kontur qilinmagan yuz shunaqa kattaroq noto'g'ri qilingan makiyajdek ko'rinib turadi. Xo'p, endi siz bilan hozir makiyaj qilamiz, xatolaringizni ham ko'rib olasiz. O'zgarishga tayyormisiz? 3, 2, 1. Ko'zingizni ochishingiz mumkin. Vau, mana shunaqa makiyaj xohlagandim-da. O'zga ham juda ham yarashdi. Endi har doim shunaqa makiyaj qilavering. Agar sizlarga ham shunaqa makiyajlar qiziq bo'layotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.